gap. Xudo xolasa bu yil 2-yil ketyapti. Shu davomida biz o'qituvchilar abituriyentlarni sertifikatli qildik. Bu kiraverishda ham eshikni to'g'risida osilgan sertifikatlar. Mana yaqinda xabarlarimiz bo'lsa kerak, aprelda ham imtihon bo'ldi. Imtihon natijalari hali e'lon qilingani yo'q. Shuning uchun ko'pchilikda kayfiyat hali imtihonni muhtadan chiqib ketishi yo'q, natijasini kutish kayfiyati bilan yuribdi uchun kursga ona tilidan milliy sertifikatdagi kursga hali qiziqib e'tibor berib qarayotgani yo'q. Va biza baribir mana shu imtihondan oldin o'zimizni avvalgi guruhlarimizga aytgandik, maydan baribir yangidan kurs davom ettiramiz. Keladigan tanishlaringiz bo'lsa aytinglar deydi. Shuning uchun bugun qabul desa ham bo'ladi, yangi guruh bo'ladi. Yangi guruhga milliy sertifikatdan abituriyentlar mana shu barcha milliy sertifikat asoslarini 3 ta o'qituvchi oldi kerak. Safimiz yana kengaydi. Men Muhammad Odilbar va Farmon Muzohid ustozlarga tajribalari qo'llab shuni birgalikda shug'ullanadi. Va mana shu keyingi imtihon davri 6 oy minimum bo'ladi. Ya'ni kuzda, noyabr oylarida bo'lish ehtimoli, oktyabr yoki noyabr oylarida bo'lish ehtimoli katta. Shu sanagacha biz sizlarni maksimum tayyorlab imtihondan maksimum A+A bo'lmasa B+B daraja holatlariga qarab olishlaringizga ko'maklashamiz, yordam beramiz. Bundan tashqari biz abituriyentlar uchun ham guruh ochmoqchi bizlar, tanishlaringiz bo'lsa aytasizlar. Ko'ramiz, uni ham keyin majburiy fan ona tili uchun ham bitta guruh ochiladi. Majburiy fan mana 11-sinflarda, endi ular 11-sinflarga milliy sertifikatga tayyorlanishdan mantiqi yo'q. Chunki imtihondan keyin milliy sertifikat imtihon bo'ladi. Shuning uchun ular bor kuchini majburiy ona tili 10talik savolga qaratilgan bo'ladi. O'sha savolni 10ta ishlash uchun biz qo'ldan kelgancha tayyorgarlik rejasini ishlab chiqamiz. Mana shu uchun ham alohida kun, alohida guruh tashkillashtiriladi. 11-sinf tanishlaringiz bo'lsa, ona tili majburiy ishlar uchun guruh ochiladi. Bu alohida aytildi. Sizlar ham tanishlaringiz bo'lishi mumkin. 11-sinf eslatib aytib qo'ying. Bundan tashqari abituriyentlar uchun ustalik avgust imtihoniga ham tayyorgarlik buni ko'ramiz. O'quvchini qabuliga qarab, milliy sertifikatga yana qaytadigan bo'lsak, milliy sertifikatimizga 2 ta guruh qilamiz baribir. Birinchi mana hozir may oyidan bo'lmasa ham iyun oyidan mana natija chiqqanini bilaman. O'zi shuni ham o'quvchilar har dars bezovta qilish boshlaydi. O'sha paytda imtihon qilib o'quvchilarni olamizda 2 ta guruh qilinadi o'quvchilar. Kichkina va katta guruh qilinadi, bu aniq bo'ladi. 2 ta guruhga minimum 15 ta o'quvchi bo'lsa ham men 2 ta guruh qilib shug'ullanaman. Fizik imkoniyat yetmas bundan oldin biz 2 ta o'qituvchini boshqa hududda ham dars o'tamiz uchun imkoniyatimiz yetmas. Shuning uchun ham 3 ta bo'ldik. Kamroq bo'lsa ham sifatliroq bo'lsa, nazorat qilishga yaxshi bo'lsin deb harakat qilamiz. 2 ta guruh mantiq nimada, asos nimada bo'ladi? Asosiy mantig'imiz bizani katta guruhni sertifikatga topshirtirish nimasi. imkoniyati faqat katta guruhga beriladi. Katta guruhdagilar ichidan eng yuqoridan chiqib o'sadigan o'quvchilar sertifikatga biz tomonimizdan tavsiya etiladi. Kichkina guruh esa katta guruhga o'tish uchun harakat qiladi. Kichkina guruhning o'zidan to'g'ridan-to'g'ri imtihonga topshirilmaydi. Endi bu kichkina guruh va katta guruh qanday aniqlanadi? Albatta imtihon qilib aniqlanadi. Haftada 4 marta aniq reglament asosida test bo'ladi. Test imtihon emas, shunchaki mavzulashtirilgan test ko'rinishda bo'ladi. Siz bilimizni mustahkamlab borasiz. O'tilgan mavzu yuzasidan hamma sohaga. Va oyda 1 marta imtihon bo'ladi, aniq. Ana shu imtihon sizni katta kichik guruhda qolishingizni belgilaydi. Siz kichkina guruhda yaxshi natija ko'rsatmasangiz, ya'ni 50% dan ham pastga tushib ketsangiz, mavzuni tushunmasangiz, bitta testni o'zi hal qilmaydi. Dars paytida ham biz savol javob qilamiz. Darsdan tashqari ham rejalashtirganmiz savol javob qilishni. O'shanda ham o'zingizni yaxshi ko'rsata olmasangiz, kichkina guruhga tushasiz. Kichkina guruhda siz yana qaytadan tayyorgarlik kichkina guruhlar bilan birgalikda boshlaysiz. Kichkina guruhda ham shuni aytib, 1 oyda bir marta imtihon bo'ladi. Undan
yaxshi o'qib ketib bo'ladigan 2 3 o'quvchi katta guruhga sakratiladi. 9-sinf biladimi, 10-sinf biladimi, 8-sinf biladimi, 11-sinf biladimi, farqi yo'q. Katta guruhga sakragandan keyin ham u 15 kun bir oy tekshiriladi. Qani katta guruhdagilar bilan bir olib ketib bilyapti. Olib ketib bo'lsa sekin joyga qaytariladi. Olib ketib bilsa, u o'quvchiga o'sha noyabr imtihoniga topshirish uchun imkoniyat beriladi. Olib ketib yaxshichilik ko'rsatsa, imkoniyat beriladi. Shuning uchun o'quvchilar bu yerda bizning kursimizda o'qish uchun siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Yana bitta aytish kerak bo'lgan gap, endi prezentatsiyasi bo'lib qo'yilgan. Anonim so'rovnoma ham bo'ladi o'quvchilar orasida. Buni dars paytlari ham tushuntiramiz. Anonim so'rovnomalar sizlar ism-familiyalarni yozib turmaysizlar. Shunchaki biz tomoniimizdan yozma ravishda berilgan savollarga dars sifati, nima sizni qoniqtiryapti, nima qoniqtirmayapti, qaysi o'quvchi qanaqa haqida savollarga obyektiv, to'g'ri yondashib javob berasizlar. Bu uchun siz kimligingiz oshkor bo'lmaydi. Biz hech kimga nima uchun zamonga yozding ham deyolmaymiz. Guruhda holat, vaziyatni bilishimiz va xatolarni to'g'rilashimiz uchun qilinadi bu. Endi hammani baribir qiziqib turgan savol kurs to'lovi masalasi. Kurs to'lovi masalasi o'zgarishsiz qoladi. 450 ming so'm edi, 450 ming so'mgacha qoladi. Bir oylik kurs to'lovi va haftada 4 kun dars. Aniq sanalar ham aniq bo'lgan, seshanba, shanba, yakshanba kunlari soat 3 dan 5 gacha hozircha. Bundan tashqari guruhdagilar bilan kelishgan holda kursni soati, kunini o'zgartirishimiz mumkin. Bu ko'pchilikni tanlov bilan amalga oshiriladi. O'qituvchi tanlaydi. Ko'pchilikka ma'qul kelsa o'sha kunga o'zgarishi mumkin. Soat yoki vaqt. Bundan tashqari yana bitta sizlarga imkoniyat haqida aytib o'tgan safar shunaqa imkoniyat berildi, lekin foydalanmadi o'quvchilar. Ozgina qoldi. Shu guruhga men ko'rmagan o'quvchi kamida 20 ta bo'lsa, mana hozir ham keladimi yo'q bilmayman. Ko'rmagan o'quvchilarim bor. 7-8 ta o'quvchi ko'rmagan bor. Yana 13 ta 15 ta o'quvchi yig'ilib 20 ta o'quvchi bo'lsa, men sizlarga 3 oy ketma-ket 300 ming so'mdan kurs pulini hamma uchun bir xil qilaman. Bir xil 300 ming so'mdan bo'ladi. O'zimizda o'quvchilar ham bular oralarimizga endi yangi kelganlar aytaman 20 ta, o'zimizdan 5 ta bo'lsa 30 ta o'quvchimizga guruhga yig'ib bilsak, umumiy hisobda ana 30 ta o'quvchining hammasiga 3 oyda 300 ming so'mdan o'tamiz. 4-oyda ham 450 ming so'm bo'ladi. Agar yig'ilmay qolsalaringiz, 1-oyda 450 ming so'm bo'ladi. Kurs pulini to'lab shu paketda yurgan o'quvchilar bergan puldan norozi bo'lmagan, undan keyin ham beradigan puliga 2 barobar rozi qilib dars o'tib beramiz. Endi dars o'tadigan asosiy ustozlardan man grammatika bo'yicha matn, blok test tahlillari, umumiy guruh nazorati, umuman olganda Audio Education markazi rahbari sifatida hamma soha boshqa fanlarga ham o'zim bosh bo'lib turaman. Endi asosiy o'tadigan o'qituvchilarimiz Muhammad va Dilbar ko'pchilik yaxshi qabul qilgan, taniydi, biladi. Adabiyot, esse bo'yicha o'z ishini ustasi, yaxshi yetkazib beradi, tushuntiradi. Bundan tashqari grammatika bo'yicha qanday savolga javob berishi mumkin. Va A+ sertifikat hamma Farmon Mirzohid shu ham 8 yildan beri dars o'tadilar, orada birinchi tanaffus qilib oldilar, o'zlarini qo'shimcha tarzda o'quvchilar bilan darsdan oldin yoki darsdan keyin savol javob qilib, ularning holatini aniqlash bo'yicha bo'sh qo'shimlar bilan albatta ham kishiga yordam berib birgalikda ishlaymiz. Endi bu ona tili haqida edi. Bundan tashqari bizning o'quv markazimiz mana shu binoda, bitta shu xona emas, bir nechta xonalardan iborat. Bir vaqtning o'zida mana o'zimga tegishli bo'lgan xonalarda 5 ta kursdan dars o'tsa bo'ladi. Shuning uchun aytmoqchimanki, bizda yana mavjud kurslar bor. Tarix fanidan asosiy dism, majburiy dism, sertifikatga deysizmi? O'qituvchimiz dars o'tadilar. Tarixlar turganlar, mana orada kitob bilan kelgan. Bundan tashqari matematikadan ham
sertifikatga ega o'qituvchimiz bor. Nasriddin Shahboz, tarixni o'qituvchimiz, Doston Shahboziyni ko'radilar. Bundan tashqari turk tili o'qituvchimiz ham borlar. Shu ham yaxshi mahorat bilan o'tadilar darsni. Va endi nasib bo'lsa, Xudo xolasa ingliz tilidan ham yuqori mutaxassis, malakali mutaxassis chaqiryapmiz. Mana shu iyun oylaridan keladi. Jo'ray va Durdona eshitganlar bo'lsa kerak. Jo'ray va yaxshi bo'lsangiz kerak. Shuni ham reytinglar baland, ancha vijdonda o'zlari tribunalariga ega. 200 ga yaqin o'quvchisi bor, biroq o'zida tayyorlanib yuribdi. Shuni o'zi necha oydan beri jalb qilolmay turgandik. Markazimizga asosiy qon tomir xizmat qiladi, ingliz tili bor. O'sha kishini ham jalb qilyapmiz. Umuman olganda sizlarni qaysi yo'nalish tanlasangiz, niyoz deysizmi, iqtisodiyot deysizmi, yuridik deysizmi, pedagogika deysizmi, boshqa rus tili deysizmi, rus tilidan ham o'qituvchimiz bor. Hamma soha bo'yicha sizlar mana shu bitta joydan kompleksdan umuman chiqmasdan, darbalar sabasar bo'lib yurmasdan, bitta joydan o'zingizga kerak bo'lgan hamma fanni o'rganib, imtihonga topshirib, talaba bo'lish imkoniyatini beramiz. Endi hozir quruq gap, quruq qo'shiq og'iz yetadigan o'sha quruq gap bo'lmasin. Ochiq darsimizning asosiy qismiga kelamiz. Muhammad Odilbar sizlarga hozir o'zini tayyorlab qo'ygan darslardan o'tib berishni boshlaydi. Bungacha yangi o'quvchilarimiz keladigan bo'lsa, attestatsiya haqida gapirmadim, chunki bu yerda o'qituvchi ko'rmayman mana bormi. Attestatsiya haqida ham ancha gapirmoqchi edik, afsuski o'qituvchilarimiz o'zidan bo'ldi. Har safar kerak bo'lmagan payt keldilar, tezda keldilar, keldilar, bu safar o'zlariga kerak bo'lgan narsa kelmadilar. Endi uni ham tushunish kerak, o'yladik, boshqa attestatsiyadan kirasizmi? Xunob bo'lib chiqib yurib bo'lib chiqqan ular hozir hech narsa hech kim gapi yo'qmayapti. Shuning uchun attestatsiyalarda gapirishni nojoiz deb hisobladik. Boshqa saytga Assalomu alaykum. Aziz qo'shnilar, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar deyapman. Demak, bugun darsimizni boshladik. O'zi odatda qanday bo'ladi? Bir yil davomida har sertifikat 6 oydan boshlansa ham, 6 oyda davom etsa ham, har safargi yangi guruh ochilgan paytda 0 dan boshlanadi. Nima uchun? Birinchi o'rinda avvalgi o'quvchilarimiz yana ham puxta bilib olish uchun, yana ham ishlash uchun. Ikkinchidan, yangi kelgan o'quvchilarni o'rtadan yoki qaysi mavzudan boshlasa, albatta tushunmaydi. Shuning qayta 0 dan bir boshdan boshlash to'g'ri hisoblanadi. Mana shuning uchun darslarimizni 0 dan boshlaymiz. Ammo bugun sizlarga o'quvchilar biladi. Birinchi adabiyot darsimda qofiya, raviyadan boshladim. Lekin men bugun sizlarga qofiya, raviyadan emas, aruzdan boshlamoqchiman, ya'ni mumtoz adabiyotda. Mana shu mumtoz adabiyotdan boshlashga sabab hozirgi milliy sertifikat tiplarini borgan sari qiyin tushayotganligi, va kutilmagan. Ya'ni birinchi safardagi, ya'ni oldingi safardagi milliy sertifikat savollariga oddiyroq savollar, hamma biladigan savollar tushadigan bo'lsa, endi esa shu oddiy mavzuning eng murakkab nuqtasidan olinayotganligi bunga sabab bo'ladi. Aruz ko'p kishi qiynaladigan yo'nalish. Mana shu yo'nalishda testda, aynan testda eng oson va to'g'ri topishni yo'llardan bo'lishmoqchiman. Demak, o'zimizda vazn deganda asosan 3 ta vazn xayolimizga keladi. 3 ta vazn bor. 3 ta vazn keladi xayolimizga. Bu mumtoz adabiyot, masalan, Navoiyni g'azallarni o'qigansizlar. Navoiyni g'azallarni o'qigan paytda aruz vazn tizimi va hozirgi she'rlarimiz hamma hozirgi she'rlarni biladi. To'g'rimi? Hozirgi she'rlarimizni o'qiydigan barmoq qism va yana hozirgi she'r tizimidagi ko'pincha so'zning o'zining erkinligi bilan ajralib turadigan erkin vazn asosiy vaznlardan biri hisoblanadi. Demak, vaznlarimiz uchta ekan. Aruz, barmoq,
erkin. Kelinglar, osondan boshlaymiz, erkin vazndan boshlaymiz. O'z nomi bilan turibdi, hamma do'stlar ko'ryapti. O'z nomi bilan turibdi, bu erkin. Buni hayoting bilan tushuntirishga harakat qilaman. Tasavvur qiling, erkin o'tiribdi. Hozir hamma erkin turibdi, menimcha. Hech kim maktabga o'xshab qo'yib, taxtaga qo'yib, oyog'ini qirqib turgani yo'q. Hamma erkin turibdi. Xo'p, vaznimiz ham erkin vazn. Bunda asosiy she'rdagi bo'g'inlar soni, qofiyalar miqdori, qofiyalarning o'rindoshligiga e'tiborga olinishi shart emas. Asosiy fikr nima demoqchi bo'lsa, shu fikrni aytadi qo'yadi. Mana bu vazn erkin vazn hisoblanadi. Xo'p, keling, misol ko'ramiz. Oramizda she'r yozgan yoki she'r yozish, she'r yozadigan har bir o'quvchilar bo'lsa kerak, adabiyotga qiziqadigan. She'r yozayotgan paytim nima deydi o'sha? Do'stingiz yoki o'zingiz she'r yozayotgan bo'lsangiz, asosan nimasiga e'tibor berasiz? Qofiyasiga. To'g'rimi? Va bo'g'inlar soniga. Birinchi she'r mashq qilishni boshlagan yosh ijodkor, yosh shoir nimalarni qofiyasini topib chiqadi, oxiridagi bir xil so'z. Masalan, bosh bilan tugasa, bunisi qosh bilan tugasin deydi. Yoki esa sayyora degan so'z bilan tugasa, bunisi bechora degan so'z bilan tugasin deydi. Keyin bo'g'inlar sonini sanaydi. Mana bu yoqqa 11 ta bo'g'in bo'lsa, bu yoqqa 11 ta bo'g'in bo'lsa, to'g'ri tursin deydi. She'r to'g'ri. Mana bu holat emas, ya'ni ma'lum bir tartib emas, balki erkinlik berilgan vazn erkin vazn hisoblanadi. Erkin vazn bitta misrasidagi so'z bir dona bo'lishi mumkin, keyingisi bir necha uzun katta xohlaganday miqdordagi bo'g'inlar yozilishi mumkin. Masalan, Muhammad Yusuf ijodini yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi? Muhammad Yusuf ijodida erkin vazn muhim rol o'ynaydi. Masalan, mashhur bir she'ri bor Muhammad Yusufning. Eslatib yuboringlar. Otamakoni onajonim O'zbekiston jonim to'shay soyangga, sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, rimni alishmayman, beda qo'yingga. Qarang. Rimni alishmayman, bitta misra bilan shu tashabbur. Rimni alishmayman. Bir misra yozildi, beda qo'yingga alohida. Yo'q, 8 darslikka berilgan kipriklari uzun kokillardan deb o'shancha g'azal, uzun g'azal deyman, she'ri mavjud. Biz shuni boshida eslatib yuboringlar. Hech kim she'r yozamadimi? Qaysilari sizcha? Ana majlisda degan majlisda bor. Maylida aytadi. Chiroyli adabiyot darslari. Maylida kimgadir yo'qsa, Maylida kimnigadir yoqsa, ularga qo'shilib yig'ilishadi deydi. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlasa uchrashamiz. Rayhon yillaringni yo'llarimga sep, tut meni har oqshom ko'kka olib chiqdi. Faqat yig'lamaydi. Aybim nima deb qarang. Faqat bitta misolda. Yig'lamaydi bitta misolda. Aybim nima deb. Aybing bitta misolda sen onang chiroq. Agar ko'rgan bo'lsangiz, har bitta misradagi so'z, masalan, bitta misrada bitta so'zni ham olib ketdik va bir nechta so'zlarni ham olib ketdik. Bu o'ziga xos bo'lgan erkinlik. Esa bu erkin vaznga xos bo'lgan holat hisoblanadi. Barmoqlik esa barmoq bilan sanashga teng bo'ladigan vazn. Ya'ni har bitta misradagi qatorlar teng bo'lishi kerak. Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, eng yorug' yulduzdan seni so'raymen. Uli yulduz uyalib, boshini bukib, aytadir, men uni tushda ko'rmayman. Tushunda ko'rganda shunchalar go'zal, bizdan da go'zaldir, oydan da go'zal. Cho'lpon qalamiga mansub shu go'zal she'rida esa har bitta misralar teng. E'tibor beryapsiz, aytayotgan paytim intonatsiya, qofiya, ya'ni ritmi bir xil ketyapti. Bo'g'inlarni ham sanab ko'rishimiz mumkin. Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, umrda bilaman. Eng yorug' yulduzdan seni so'raymen. Umrda bilaman. Ul yulduz uyalib boshini bo'kib,
umrda aytadur men uni tushda ko'ramen. Umrda mana shu she'rni boshidan oxirigacha sanab chiqing. Har bitta misra har bitta misrasi bir xil umrga chiqadi. Bu barmoq. Bu barmoq nimasiga oid? Barmoq vazniga oid bo'lgan she'r hisoblanganligi uchun e'tibor beringlar o'quvchilar. Yana bitta signal so'z bilaman, eslaringizdan chiqib ketadi. Ko'p ma'lumot. Har bitta misrasi barmoq bilan sanashgan bir xil chiqsa, barmoq vazni deysizlar. Xo'p, sanayotgan paytingiz bitta misrasida 3 ta, bitta misrasida 15 ta ham bo'g'im bo'lishi mumkin bitta misrasida, ya'ni misralar o'ynoqligi, misralar erkinlik bo'lsa, erkin vazn deysizlar. Xo'p, endi aruzga kelamiz. Eng asosiysi aruz edi. Bu erkinning ham, barmoqning ham, ya'ni ichki ko'zning turlari bor. Bu haqida hozircha to'xtalib o'tirmayman. Aruz haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, aruz. Aruz vazni juda ham o'zi ham qiziqarli, ham oson, tez topiladigan vaznlardan biri hisoblanadi. E'tibor bering. Aruzda faqatgina mana hozir barmoqqa nima qildik? Sanadik, bo'g'larni son sanadik. 11 ta chiqdi, to'g'rimi? Aruzda ham barmoqlarning o'sha bo'g'illarning, hijolarning soni sanaladi. Ham ochiq yopiqligiga e'tibor beriladi. Ochiq yopiqligi. Ochiq yopiq degani nima degani? Masalan, ona tilida bilasizlar, bola. Ochiq bo'g'im, yopiq bo'g'immi? Ochiq bo'g'im, ha? Boy ham, nima ham? Maktab ochiq bo'g'immi, yopiq bo'g'immi? Yopiq bo'g'im. Aha, yaxshi. Endi qarang. Aruz vaznida ham hijolar, hijo degani bo'g'im. Ham hijolarning soni muhim ahamiyatga ega. Masalanda 11 ta bo'lish kerak, ham soni, ham sifati. Sifati degani nima degani? Masalan, birinchi bo'g'inimiz cho'zi hijo bo'lsa, birinchi bo'g'in cho'zi hijo bo'lsa, pastdagi birinchi bo'g'in ham cho'ziq bo'lish kerak. Tushunarlimi? Ikkinchisi masalan qisqa hijo bo'lsa, keyingi ikkinchisi ham qisqa bo'lish kerak. Ya'ni bir xil bo'lish kerak. Hatto mana shulargacha e'tibor berib yozilishi talab qiladigan vaznimiz aruz vazni hisoblanadi. Aruz vaznida hijolar, bo'g'inlar bor. Bo'g'in emas, bu hijo deb yuritiladi. Biroz bo'g'indan farq qiladi. Hijolar 3 xil bo'ladi. Xo'p, cho'zi hijo, qisqa hijo, o'ta cho'zi hijo. Hijolar 3 xil bo'ladi. Cho'zi hijo, qisqa hijo, o'ta cho'zi hijo. Daftarlaringiz agar bo'lsa, varaqlaringiz bo'lsa, oldlaringizga belgilab ketishlaringiz mumkin. Hozir bundan keyin topshiriq bo'ladi. O'sha topshiriqni yozishga, tushunishga yordam beradi. Xo'p, cho'zi hijoning belgilanishi mana bunaqa chiziqcha bilan belgilanadi. Chiziqcha belgisi bilan qo'yiladi. Xo'p, qisqa hijo esa mana shu belgi bilan, endi men shartlar ravishda V deyman. Mana shu belgi bilan ifodalanadi. Xo'p, o'ta cho'ziq hijolar esa cho'ziq hamda qisqa hijoning yig'indisi. Ya'ni birinchi cho'ziqni qo'ya olamiz, keyin qisqalikni qo'ya olamiz. Xo'p, yoki so'zning oxirida kelsa to'liqincha belgisi bilan ifodalanadi. Xo'p, cho'ziq hijolarga nima kiradi? O'z cho'ziq unliklari qaysi unliklar kiradi? Cho'ziq unliklariga O, A. Xo'p, A bo'ladi. A ona tilda bo'ladi. Ona tilda bo'ladi. Xo'p, ammo cho'ziq hijolarga arab tilida, masalan, sizning ismingizni yoki biron bir so'zni yozadigan bo'lsak, arab tilida unli harf so'zning oxirida unli harf yozilmaydi. So'zning oxirida unli harf yozilmaydi. Masalan, keling, men o'zim arab tilida ismimni yozayotgan bo'lsam, taxminan mana buni yozaman. D L B R Dilbar deb yozdim. Xo'p, unli harflar maxsus harakatlantiruvchi, tepasidan qo'yib yubordim.
harakatlantiruvchi belgi bilan yoziladi. Unli harfning ahamiyati deyarli kam. Unli harfning ahamiyati deyarli kam. Faqat qaysi unli harf yoziladi? O unli harfi yoziladi. O. So'zning boshida kelgan unli harflar yoziladi. Yoki esa Ö bilan uniki o'rniga qarab, ya'ni deyarli boshiga kelgan payti yoki urg'u tushgan payti yozilishi mumkin. Deyarli unli harflar yozilmaydi. Shuning uchun qarang. Bu yerda qaysi harflar muhim ekan? Undosh harflar. Demak, arab tilida bo'g'inni hosil qilishda unlidan ko'ra undosh ishtiroki ko'proq. Cho'zi hijolarda ham shu uchun undosh tovushning, undosh bo'g'inning, undosh hijoning ahamiyati katta. Shu uchun yopiq bo'g'in cho'zi hijo hisoblanadi. Masalan, maktab degan so'z yozaylik. Maktab degan so'zimiz cho'zi hijo. Undosh, yana bir marta qisqaroq aytaman. Undosh bilan tugagan. Undosh bilan tugagan bo'g'in cho'zi bo'g'in hisoblanadi. Xo'p, bu birinchisi. Ikkinchisi, o unlisi bor. Aytdim, o unlisi arab tilida har doim yoziladi deb. O unlisi 100%, ya'ni hamma holatda cho'zi hijo. 100% cho'zi hijo. Masalan, lola deylik. Lola so'zidagi lo qismi lo bo'g'ini cho'zi deb qaraladi. Xo'p, keyinchisi qarang. Qolgan nechta unlimiz qoldi? E, I, U, Ö, A. Xo'p, A'ni tagiga chizishga, alohida olishga harakat qildim. A'ni alohida olishga harakat qildim. A biroz muammoli. Hozir qanday muammosi borligini aytaman. Qolgan unlilarimiz ham cho'ziqlikni hosil qiladi. Faqat hozir o'rniga qarab, o'rniga ko'ra. Xo'p, demak, asosan undosh tovush kelsa, undosh ya'ni yopiq bo'g'in kelsa, cho'zi hijo bo'lishini esdan chiqarmang. Xo'p, qisqa hijolar qanday hosil qilinadi? Qisqa hijolar esa unli tovushlar, odat tashqari unli tovushlar bilan. Demak, E, I, U, Ö va deyarli ko'p holatda, ya'ni 100% demaylik, hay. 90% holatlarda qayrimdir tegib qolibdi. 90% holatlarda A unlisi. Endi savol paydo bo'ladi. Ustoz, siz cho'zi bo'g'inga ham shu unlilarni yozdingiz, odam tashqari. Xo'p, qisqa hijoga ham shuni yozdingiz. Biz qanday chiritamiz? E'tibor beringlar. Kitob degan so'zga e'tibor beringlar. Ki i bilan tugayaptimi? Birinchi bo'g'in unli bilan. Xo'p, demak, i ga qisqa yozilgan. Qisqa bo'g'in hisoblanadi. Top qanaqa bo'g'in? Yopiq bo'g'in. Shuning uchun bu qanaqa hijo? Cho'zi hijo hisoblanadi. Xo'p, endi bu hozir so'zning boshida kelganligi uchun qisqa hijolikni hosil qilyapti. Endi e'tibor beringlar. Kitobni degan so'zga e'tibor beringlar. Ki qisqa hijo, top cho'zi hijo, ni yana cho'zi hijo hisoblanadi. Xo'p, endi savol paydo bo'ladi. Ustoz, ki deganda ham i bilan tugadi, ni deganda ham i bilan tugadi. Nima uchun bunisi cho'ziq, bunisi esa qisqa bo'ldi? Qo'yib yozinglar, 3 ta qoidasi bor. Birinchi qoidasi: agar so'z oxirida kelsa, qaysi biri so'z oxirida kelyapti? Ana bu nisi so'z oxirida kelyapti. So'z oxirida kelsa birinchi qoida. Xo'p, ikkinchi qoida: afiks degan qo'shimcha. Qo'shimcha tarkibda kelsa. Xo'p, uchinchi qoida: urg'uli bo'lsa, ya'ni urg'u olsa, har qanday unli, ya'ni unli bilan tugagan bo'g'in qisqa bo'lsa ham cho'ziq o'tadi. Tushunarlimi? Endi shuni aksi, so'zning oxiri emas, ya'ni so'zning boshida yoki so'zning o'rtasida kelsa, kitobni degan so'zda, kitob degan so'zga ki so'zning boshida kelyaptimi? So'zning boshida kelsa, xo'p, qo'shimcha tarkibda bo'lmasa, kitob qo'shimchami? Yo'q.
Qo'shimcha tarkibda bo'lmasa. Xo'p, urg'u olyaptimi kitob so'zi? Kiysi urg'u olyaptimi? Yo'q. Urg'u olmayapti. Turkiy tillarda urg'u oxiriga tushadi. Xo'p, urg'u olmasa, demak bu qisqa hijo hisoblanadi. Shuning uchun kitob so'zidagi ki qisqa hijo hisoblanadi. Kitobni so'zidagi ni cho'zi hijo hisoblanadi. Shu o'ringa tushundingizmi? Biroz hozir tushunmayotgan bo'lishingiz mumkin. Mashq davomida tushuna olasiz. Eng yaxshisi mashq. Xo'p. O'ta cho'zi hijo. O'ta cho'zi hijo. O'ta cho'zi hijo. Cho'zi hijolarda asosan nimalar hosil qiladi dedik? Undosh tovushlar, to'g'rimi? Cho'zi hijolarni asosan undosh tovushlar hosil qiladi dedik. Demak, ikkita undoshning keltirilishi o'ta cho'ziqdan hosil qilar ekan. O'zi bitta undosh cho'ziq. Masalan, maktab so'zidagi ana bu k borligi uchun, ya'ni undosh borligi uchun o'zi cho'ziq. Unga yana bitta undosh qo'ysak, o'ta cho'ziq bo'ldi. Xo'p, ikkita undosh yonma-yon keladigan so'zlarimiz qanaqa so'zlar hisoblanadi? Qator undosh. Qator undoshli so'zlarga masalan aytaylik qani? Masalan, charx degan so'z bor. Jism degan so'z bor. Zarb, baxt. O'zi. Char degan buyonimizni o'zi cho'zi hijo hisoblanardi. Unga yana bitta undosh qo'shib o'ta cho'ziq qildik. Xo'p, jism degandan keyin jis degan so'zning o'zi cho'ziq. Ya'ni qismning o'zigacha cho'ziq edi. Bunga yana bitta undosh qo'shib o'ta cho'ziq qildik. Xo'p, zarb deganda zarni o'zi cho'ziq edi. Bunga yana bitta undosh qo'shib o'ta cho'ziq qildik. Demak, o'ta cho'ziq hijolar qator undoshli so'zlar bilan hosil qilar ekan. Bu birinchi usuli. Xo'p, ikkinchi usulim, faqat bu usul bilan sizlar o'quvchilar chalg'imanglar. Deyarli misraning oxirida kelsa, misraning boshida, o'rta qatorlarda emas, oxirida kelsa, cho'ziq unli bor-ku. O cho'ziq unlisi. O'zi o dedik, cho'ziq unli bo'ladi dedik-ku. O'zi cho'ziq unli. O'shandan keyin yana undosh kelsa, yana bir karra cho'ziqlik, kelsa, o'ta cho'ziqlikni hosil qiladi. Masalan, yosh degan so'zga e'tibor bering. Yo o'zi cho'ziq. Bunga bitta undosh qo'shyapmiz. O'ta cho'ziq. Xo'p, yoki tovushi bilan tovushi bilan xo'p, tovushi ham cho'ziqlikni hosil qiladi. Masalan, hech degan so'zga e'tibor bering. Hni o'zi cho'ziq. Hech o'ta cho'ziq. Xo'p, u bilan so'z aytaylik qani? Undosh bilan tugasin. 3. Xo'p, o'zi cho'ziq. 3 o'ta cho'ziqni hosil qilyapti. Faqat bu misraning oxirida kelishi kerak. O'quvchilar, misraning oxirida. Misra degani bir qator she'r bo'lsa, o'shaning oxirgi bo'g'ini shunaqa bo'lsa. Tushunarlimi? O'rtalarida bu holat ishlamaydi deyarli. Tushunarlimi? Hijolar haqida savollar bormi? Kimda savol bor? Agar savol bersa, beringlar. Xo'p. Endi bitta sizlarga men savol beraman agar savollar bo'lmasa. Bizga nechta harf bor? O'zbek tilida? 29 ta. 29 harf bor. Xo'p, yana bitta belgimiz bor, ha? Qanaqa belgi? Tutuq belgisi. Tutuq belgisi ham ahamiyatga ega hijoda. Xo'p, masalan, Ra'no degan ism bor, ha? Ra'no so'zida ko'p kishilarda ra qanaqa harf bilan tugayapti? A bilan tugayapti. Xo'p, A bilan tugaganligi uchun biz qisqaga olamizmi, cho'ziqqa olamizmi? Qisqaga olamiz dedim. Xo'p, no qanaqa hijo bilan tugayapti? Cho'ziq. Qanaqa chizatayga? To'g'ri chizamiz. Chiziq chizamiz, ha? Mana shunday qilib chizadi. Xo'p, yo'q, bu xato. Nimaga? Arab tilidagi mana bu tutuq belgi bizadagi hozirgi tutuq belgimiz arab tilida ham ma'lum bir undosh harf hisoblanadi. Demak, mana bundan keyin ra'no so'zida radan keyinsa, ana radan keyin yana bitta undosh bor deb qaraladi. Undosh bor deb qaralganligi uchun bu qanaqa hijo bo'ladi? Cho'ziq hijo bo'ladi. Ra'no so'zi ikkita cho'ziq bo'g'in hijodan tashkil topgan so'z hisoblanadi. Tushunarlimi? Doimmi?
Doim. Faqat ra'no emas, masalan, yana a'lo degan so'zimiz bor, a? A'lo degan so'z ham masalan a tutuq belgisi bo'lganligi uchun a ham cho'ziq, lo ham cho'ziq. Yana tutuq belgili so'z aytaver, farqi yo'q. Va'da va ham cho'ziq, dasqa qisqa. Das qisqa bo'lib ketadi. Xo'p, tushunarlimi? Keyin men sizlarga so'z aytaman. O'sha so'zni har bitta qatordan bitta ishtirokchi tanlab olib, o'sha so'zni hijolarga ajratib chiqamiz. Birinchi uzunroq so'z aytinglar qani? Hukmdorlar. Hukmdorlarda. Yo'q, hukmdor degan so'zni nima qilmaylik, hozir chalg'ish holatlari bo'lishi mumkin. Yangi o'rganuvchilarga. Demak, yangi ishtirokchilardan birinchi marta ko'rik-ko'rlardan boshlaymizmi? Turing, qayerdan siz mayda? Hilola. Hilola, davlatlarda so'zini hijolarga ajratishga menga yordam bering. Dav qanaqa hijo? Cho'ziq. Xo'p, yaxshi. Lat qanaqa hijo? Cho'ziq. Lar qanaqa hijo? Cho'ziq. Da qanaqa hijo? Nima uchun qisqa dedingiz? Shuni izohlab bering. Shu uchun, a? Xo'p, rahmat. Yana bitta yangi o'quvchidan so'raylik qani? Siz da nima deb o'ylaysiz? Bo'lmanga qarang. Qisqa. Rahmat. Sizchi? Siz qisqa. Tushunmaysizlarmi o'ziga? Xo'p, da a bilan tugayapti, to'g'rimi? To'g'ri. Qisqa, bir qaraganimizda qisqa. Ammo bu nimadi? Qo'shimchami? Xo'p. Qo'shimcha. So'zning qaysi o'rinda kelyapti? So'zning oxiridami? Qo'yib, oxirida. Urg'u olyaptimi? Ha. Demak, bu qanaqa hijo ekan? Cho'ziq hijo ekan. Mana shu narsaga adashmanglar. Tushunarlimi? Xo'p, yaxshi. O'tiring. Xo'p, siz turing qani? O'rtakan. Keling, siz menga yordam bering. Muz. Cho'ziq. Xo'p, ta. Nima uchun? So'zning o'rtasiga kelyapti, ha? Xo'p. Cho'ziqmi qisqami? Nima uchun qisqa? So'zning o'rtasida to'g'ri mustaqilligimizdagi degani. Yo'q, men nima yozaman? Mustaqillik. So'zni noto'g'ri yozib ketaman, shoshib. Mustaqil li to'turing. Lik emas, li. Mustaqilli. Gichi. Dan. Dan. Cho'ziq. Xo'p, gi affiks emasmi? Yani affiks ku to'g'ri, qo'shimcha-ku. Cho'ziq bilmaydim. Sizga savol. To'g'ri. O'quvchilar, ba'zi bir qo'shimchalar bor. Endi ko'p kishilar affiks tarkibida dedim-ku hozir. Shu so'zning o'rtasida kelsa ham demak affiks bo'lsa cho'ziq olib ketayotganimizda deb o'ylaydi. Yo'q. O'sha affiks bo'lsa ham so'zning o'rtasida kelsa cho'ziq ola olmaymiz. Faqatgina ana 3 ta qonuniyat bajarilishi kerak. Ya'ni so'zning oxirida bo'lishi kerak, affiks tarkibida bo'lishi kerak, urg'uli bo'lishi kerak. Hozir bu yerda so'zning oxirida degan qonuniyat va urg'uli degan qonuniyat bajarilmayapti. Bitta qonuniyat, faqatgina affiks degan qonun bajarilyapti. Shuning uchun buni qisqa olishga majburmiz. Xo'p, yaxshi, o'tiring. Xumush, turqa. Xo'p. Va'dabozliklar so'zini tahlil qilayotgan.
Va qanaqacha? Cho'ziq, xo'p, dachi. Xo'p, boschi. Bos. Cho'ziq, xo'p, likchi. Cho'ziq, larchi. Cho'ziq. Mana bundan nima uchun cho'ziq oling? Ana bir qisqa qachon hosil qiladi-ku? Kumush. Qisqa qachon hosil qiladi? Faqatgina urg'uli bo'lgan paytdagina san affix tarkibida bo'lsa, so'z oxirida kelsagina san cho'ziq deb olasan. Hozir so'zning oxiridan bu. Yo'q. Affixmi bu? Va'da so'zdagi da affixmi? Yo'q. Urg'ulimi? Yo'q. Xo'p, shuning uchun bu qisqa bo'ladi. Nima uchun buni cho'zib olding? Va'da bozlikdagi va'da nima uchun? Va'sini nima uchun cho'zib olding? To'g'ri. Mana bu yerda va'da degan so'zda tutuq belgi bo'lganligi uchun bu qisqa emas, balki cho'ziq hisoblanadi. Yaxshi, rahmat. Tushunarlimi? Agar tushunarli bo'lsa, endi butun boshli g'azalni sizlar bilan birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, demak, birinchisidan boshlaylik. Seni yodlar tugul hatto qilurman rashk ko'zimdan ham uzoqroq termilib qolsam bo'lurman g'ash ko'zimdan ham degan nima? Demak, boshlaymiz. Oldin o'zlari uchun 1 daqiqa vaqt. O'zlaringiz tagiga chizib olinglar. Xo'p, demak, bo'ylikmi? Bittasini qilamiz hozircha. Qolganlari kerak emas, bittasi. Seni degan ma'no. Erkin Vohidovni Bo'yligaman hamma bo'lim. Kimga yordam beradi? Mana shu baytni bittasi tamom. Hammasini qilib oling. Chaqqonsanda. Xo'p, bo'ligan. Demak, boshladik. Menga kim yordam beradi? Nigora yordam berasan? Nigora boshladik. Seni se hijoz qanaqa hijoz? Qisqa nima uchun qisqa? Ochiq bo'lgan, ochiq hijoz bo'lganligi uchun nechim? Qanday qisqa, nima uchun qisqa? Aksincha cho'ziq. Sen mana buni bergan bu sen plus n bo'lgan. Nimada? Qo'shimcha. Bitta fonetik o'zgarish bo'lib tushgan. Xo'p, qo'shimcha ham affixmi? So'zning oxiridami? Urg'u olyaptimi? Nima qanday bo'lar ekan? Cho'ziq bo'lar ekan. Yot. Cho'ziq, lar, cho'ziq, tu, gul, xat, to. Nochi to cho'ziq. O bo'lganligi uchun. Q, lur, man, rashk, cho'ziq. Xo'p, o. Nima uchun qisqa? So'zning boshida affix emas, urg'u olmayapti. Zim, dan, ham. Xo'p, uzoqroq so'zni tahlil qilamiz. U, qisqa, zoq, roq, ter, mu. Nima uchun qisqa? So'zning o'rtasida kelyapti, hech qanaqa urg'u olmayapti, affix emas. Lip, qol, sam, bo'l, bo'lur, bu qismi so'zning boshi hech qanaqa affix tarkibida emas, urg'u olmayapti. Demak, qisqa. Lur, man, g'ash, ku. Nima uchun ku qisqa? So'zning boshi hech qanaqa affix emas, urg'u olmayapti. Zim, dan, ham. Hamma ishni yashadim. Agar shunaqa chiqqan bo'lsa, siz to'g'ri yo'ldasiz, to'g'ri holatlarni qilgansiz. Xo'p, endi kelib bir boshdan tahlil qilib ketamiz. Ko'proq misol ko'ramiz. Misol ko'rish orqali keyin qolgan qismlarga o'tamiz. Xo'p, menga oxirgi paytdagi qiz yordam beradi mana bu baytni qilishga. Ekran chiqmay qoldi.
Uzr. Ko'ryapti, yaxshimi? Yaxshi ko'ryapti. Xo'p, demak boshladik. Latofatda yuzing ham gul emish, ham guliston emish. Halovatda labing ham jonu, ham oromjon ermish degan baytni men bilan birgalikda hozir tahlil qilasam. Demak, latofatda degan so'zdagi la qisqa, to'g'ri. To. Cho'ziq, fat. Da. Jim. Qolganlar jimimiz. Da. Qisqa deyapsan-a? Qo'y, buni so'zning asosi qani? So'zning asosi qani? Da nimadi? Affiks qo'shimcha. So'zning oxirida kelyaptimi? Ha? Urg'u olyaptimi? Affiks tarkibidami? Ya'ni affiksmi bu? Demak, bu nima bo'lar ekan? Cho'ziq. Yu. Yo'q, qisqa. Zung. Ham. Gul. Qisqa bitta o'zi kelyapti. Mish. Cho'ziq. Ham. Gul. Si. Qara, so'zning o'rtasi. So'zning o'rta affiks emas, ya'ni gulston affiks, lekin affiks bo'lsa ham so'zning oxiridagi affiks emas. Xo'p, qisqa, ton, cho'ziq, er. Resi ham bor. Mish, cho'ziq. Halovatda. Vat. Cho'ziq, da. La. Qisqa. Mana la so'zning boshi a bilan tugayapti. Bing. Ham. Jon. U. Qaranglar, jonu degan gap payti bizga hozir u yuklamasi chiqish bilan yoziladi. Lekin inson nima kelgan paytda nima yoziladi? Jonu bo'ladi. Aruzda hech ekan paytimiz. Qisqa baribir ham. O. Qardan cho'ziq o. Ro. Mi. Jon. Er. Cho'ziq. Mish. To'g'ri. Xo'p, e'tiborli bo'linglar. Xo'p, nimalarni ajratishga. Xo'p, endi ma'nomcha har bitta kishi shuni sal bo'lsa ham tushundi, tahlil qilish holatini, nima qaysi o'rinda qisqa, qaysi o'rinda cho'ziqligini bildik, to'g'rimi? Endi asosiy qismlarga o'tamiz. Baxrlarga o'tamiz. Baxr. Xo'p, bizda hozir aruzda asosan g'azallarda uchraydigan 3 ta va dostonlarda uchraydigan bitta baxr bor. Xo'p, demak, g'azallarda uchraydigan bosh baxr qaysi baxr? Nomi nima edi? Ramal edi. E'tibor beringlar, yozib olinglar. Ana shu 4 ta narsa yodlaysiz aruzga. 4 ta narsa yodlanadi. Qolgan holatda yodlash shart emas. Qolgan holatda mantiqni ishlatib tursak bo'ladi. Ramal bahrat. Ramal bahrining rukni nima edi? Qarang. Baxrning nomi desam ramal deysiz. Baxrning rukni foylotun. Tushunaylikmi? Ramalning taqdisi cho'ziq, qisqa, cho'ziq. Endi hozir yangi kelganlar o'ylab turib, ustoz nima o'zicha cho'ziq qisqa yozib tashladi deyapti, qolganlar cho'ziq qisqa dedi. Hozir qanday hosil bo'lganligini aytaman. Xo'p, siz faqat o'sha baxrning nomini yodlashingiz kerak. Va baxrning o'sha ruknini yodlashingiz kerak. Taqdisi o'z-o'zidan topiladi. Fonni tagiga chizing, qanaqa chizar agar fonni tagiga chizsak? Cho'ziq chizardikmi? Cho'ziq. Ini tagiga chizing. Qisqa.
Xo'p, lon tagiga chizing. Ma qisqa hijo. Xo'p, fo cho'ziq hijo. I bilan undosh bilan tugayapti, to'g'rimi? Cho'ziq hijo. Lun cho'ziq hijo. Demak, taxta esa buni qanaqa bo'lar ekan? Qisqa, cho'ziq bo'lar ekan. Xo'p, keyingi bahrimiz qaysi bahr edi? Rajaz degan kelmaydi. Xo'p, rajazning ruknlari nima edi? Mustafilun. Mustafilun. Xo'p, mus qanaqa chiziladi? Cho'ziq. Xo'p, taf qanaqa chiziladi? Cho'ziq. I qanaqa chiziladi? Yesini hisobga olmanglar. Talaffuzda faqat ye o'rtiladi. I qisqa, lun cho'ziq. Xo'p, e'tibor bersizlarmi? Demak, mana shu har bitta taqdirdan keyin maxsus rukun tugaydi. Har bitta taqdirdan keyin o'zimiz tilda aytganda bitta drop tushirib, har bitta taqdirni alohida ajratib chiqasizlar. Xo'p, masalan, hozir sizlarning qo'llaringizga tarqatma material berdim-a? Yoki mana shu o'zini ham chizaylik. Latofatda yuzing ham gul ermish, ham guliston ermish. Latofatda so'zi nima dedik? Qisqa, cho'ziq dedik. Xo'p, har 4 ta hijodan keyin bitta nimani yopasizlar, rukun yopasizlar. Tushundingizmi? Ya'ni 4 tadan keyin drop tashlaysan. Xo'p, demak, mana bu rukunga qaranglar qani. Qaysi biri shu rukunniki? Shunikimi? Shu bilan bir xilmi? Bu nima ekan? Demak, mana shu baytimiz qaysi rukunda, qaysi bahrda yozilgan ekan? Hazrashda yozilgan ekan. Davomdan qilamiz. Yuzingdagi yu yana qisqami? Yuzing ham gul. Xo'p, ermish ham gul. Siton ermish. Xo'p, endi ikkinchisini chizib o'tirmadim. Xo'p, o'quvchilar qaranglar. Agar ba'zi bir g'azallarda bu so'lim g'azal bo'lganligi uchun 4 ta bo'lib, ba'zi bir g'azallarda mana bitta bu yo'g'in yetmay qoladi-da. Maqsuf yoki maqsur deyiladi. Hozir uni ham tushuntirib o'taman. Mana bu yerdagi ba'zi bir endi yangi o'rganuvchilar nima qiladi? Ustoz aytdi-ku, 4 ta bu yo'g'in tashlash kerak ekan deydi-da. Mana bu yoqqa 3 ta bu yo'g'in keladi-da, ana bu yerda bitta bu yo'g'in, mana bu yerdan bitta bu yo'g'in olib beradi. Yo'q, unaqa qilmanglar, bitta misra o'zidan olinadi. Tushunarlimi? Hozir yana ham shu o'rinlarni tushuntirib o'taman. Xo'p. Sizga erta testga qanaqa savol keladi? Mana shu baytni beradi-da, ruknini top deydi. Mana shu nimaning ruknini top deydi. Ruknini top degan paytda siz ruknini foilotun deb yozish, mafoilun deb yozishingizga to'g'ri keladi. Yoki mana shu baytning bahrining nomini top deydi. Nima deb yozasizlar? Hazash deb yozasizlar. Xo'p, tushunarlimi? Keyingisi oralaringizda o'yinni sinflar bormi aytgancha? O'yinni sinf, ha? Adabiyot o'qiyapsizlar? O'qidingizlar, endi shuncha to'g'ri. Xo'p, kimning g'azallari berilgan edi o'yinni sinf darsligi? Mashrab bor. O'yinni sinf birinchi mavzulari. Qaysi kimdan boshlanadi? Mashrabdan o'zi boshlanadi. Ha, yangi nimadan. Xo'p, g'azallarga bir e'tibor berganmisizlar? G'azal beriladi. G'azal tagiga nima deb yoziladi? Ramai musammani solim. Hazaji musaddasi mahzuf. Endi shunga o'xshash bir so'zlar bo'ladi. Agar e'tibor bermagan bo'lsangiz, uyingizga borib darsligingizni ochib qarang. Shunday deb yozilgan. Xo'p, hozir biz sizlar bilan yoza olasizlarmi bu? Ramal, hazaj shajarsini uchilasini yoza olasizlarmi? Yozyapsiz billah. Xo'p, mana shuni qanday hozir bo'lganligini sizlar bilan mana shu paytda ko'ramiz. Masalan, mana deydi. Yozsam? Ekran qo'yibdim. Xo'p. Qaranglar, yozinglar.
O'chib ketdi, yozolmay qoldik deyiladi. Hamma yozib bo'ldimi? Xo'p, qaranglar, o'quvchilar. Sizlarga mana shu bayt beradi, 4 ta variant beradi. Ramali, musammani, solim deydi masalan. Keyin B variantga hazaji, musaddasi, solim deydi. Xo'p, C variantga hazaji, musammani, solim deydi. Azamat ko'p gapirdinglar. Keyingisi ramali, musaddasi, solim deydi. Xo'p, mana shunaqa ertasizlarga testga mana shu savol keladi. 4 ta variant yoki endi agar yo'q savol kelayotgan bo'lsa, umuman variant bermaydi-da. Mana shuni deydi, to'liq nomini yozing deydi. Tamomda. Har ikki xil usulda kelishi mumkin. Xo'p, mana shu paytda siz qanday topasiz? Birinchi o'rinda hozir biz taqdirlab chiqdik, to'g'rimi? Har 4 ta rukundan keyin drop tashladik. Demak, latofatda so'zda la qisqa hijo, to cho'zi hijo, fat cho'zi hijo, da cho'zi hijo dedik, rukunni yopdik. Bu rukun qaysi birga to'g'ri kelar ekan? Hazaj. Demak, biz hazaj degan variantlarni qoldiramiz, ramal deganlarni chiqarib tashlaymiz. Xo'p, keyingisi musaddas yoki musamman. Bizga musammatning turlari bor. Musaddas nechiligida? Musaddas 6ligida. Musaddas 6ligida. Musamman nechiligida? 8ligida, to'g'rimi? Xo'p, hozir rukunlarni sonini sanaymiz. Agar 6 ta rukun chiqsa musaddas deymiz, 8 ta rukun chiqsa musamman deymiz. Xo'p, using you qisqa hijo, uzun cho'zi hijo, ham cho'zi hijo, gul cho'zi hijo. Bu birinchi rukun, bu ikkinchi rukun. Emish qisqa cho'ziq. Bu uchinchi rukun, to'g'rimi? Siton, si qisqa, ton, ermish. Bu 4-chi rukun, to'g'rimi? Xo'p, halovatda nechinchi rukun bu? 5-chi rukun. La qisqa hijo, big ham jon. 6-chi rukun. Qisqa cho'ziq. 7-chi rukun. Oro midan chizish kerak-da. Mi qisqa, jon, ermish. 8-chi rukun. Jami nechta rukun bo'ldi? 8 ta rukun bo'ldi. Demak, musamman tanlaymizmi, musaddas tanlaymizmi? Musamman tanlaymiz, to'g'rimi? Hozircha musamman tanlaymiz. Xo'p, endi ustoz, biz bir boshdan bunaqa bo'lib o'tirayotganimizda degan savol bo'ladi-da. O'zi aslida shunaqa qilish kerak. Lekin men oson yo'li ham bor. Ozmaslikka oson yo'l o'rgataman. Qanday? 6 ni 2 ko'paytirilgan 12. 8 2 ko'paytirilgan 16. Solim bo'lmagan paytlar bitta kam bo'ladi. 12 dan bitta kam necha? 11. Xo'p, 16 dan bitta kam necha? 15. Birinchi misradagi bo'g'inlar sonini sanaysan. Agar 11 ta yoki 12 ta chiqsa musaddas bo'ladi. Agar 16 ta yoki 15 ta chiqsa musamman bo'ladi. Xo'p, misralar sonini sana. La to fatta using ham gul ermish ham gul siton ermish. Necha chiqdi? Sanasizlar? 16 ta chiqdi. 16 ta chiqsa nima bo'ladi dedik? Musamman bo'ladi dedik. Mana shu bittalab taqdirlasang ham shu narsa chiqadi. Bittalab taqdirlab chiqsang ham shu narsa chiqadi. Oddiygina bitta misrani bo'g'inni sanab qo'yishing bilan orqali ham topishing mumkin. Taqdirlash ko'proq vaqt talab qilsa, sanash 1 daqiqaga ham vaqt bormaydi, to'g'rimi? Demak, bitta yengillik usuli. Xo'p, tushundingizlarmi? Variantga qaraysan. Qaysi biriga musamman, qaysi biriga musaddas yozilgan ikkinchi qator bor-ku, shundan ayirib tashlaysan. Bu birinchi sanga test topishning usuli. Keyingisi, ana bu oxirgi qismlari oxirgi nimaga qaraladi? Hijoga qaraladi. Oxirgi bo'g'inga qaraladi. Xo'p, 3 xili bor. Solim bor. Maqsur bor. Mag'zuf bor.
Xo'p, sog'lom so'zining ma'nosi sog'lom. Sog'lom so'zining ma'nosi sog'lom. Agar ana bu bo'g'inlarning sonini sanaysan dedim, hozir 16 ta chiqadi yoki 15 ta chiqadi dedim. 12 ta chiqadi yoki 11 ta chiqadi dedim, to'g'rimi? Aslida 6 ni 2 ga ko'paytirsak nechi? 12. 8 ni 2 ga ko'paytirsak nechi? 16. Agar 16 ta 12 ta, ya'ni to'liq bo'g'in chiqsa, ya'ni bitta kam chiqmasa, solim bo'ladi. To'liq chiqsa, solim bo'ladi. Xo'p, endi bitta kam chiqdi. Mana bitta ba'zida kam chiqqan, hozir buni ham misollarni ko'ramiz. Bittadan kam chiqqan holatda 11 ta bo'g'in chiqib bo'lsa, 15 ta chiqsa, mahsur yoki mag'zuf bo'ladi. Xo'p, endi qachon mana shuni mag'zufi, qachon mana shuni mahsur bo'ladi? Juft, ya'ni qatordoshli so'zlar bor-ku. O'ta cho'ziq hijo. O'ta cho'ziq hijo bilan tugasa, ya'ni qatordoshli so'z bilan tugasa, maqsur bo'ladi. Qatordoshli so'z bilan tugasa, maqsur bo'ladi. Shunchaki misra qatordoshli so'z bilan emas, bitta kam holatda tugasa, mahzuf bo'ladi. Tushunarlimi? Buni misol orqali ko'rsak, yana ham tushunasizlar. Endi bahrini topishga bir boshdan o'quvchilar testdan tezroq yetishing uchun, tezroq chiqishing uchun bir boshdan sanday hozirgidek chizib chiqishing shart emas. Xo'p, birinchi 4 ta bo'g'inni ajratib olasan. Ana shu 4 ta bo'g'inni chiz taqdisini. Xo'p, agar o'zingga ishonmasang, men noto'g'ri chizdim deb o'ylaysan, baribir ishonmasang, keyingi pastdagi shu 4 dan yana chiz. Keyingi pastdagi 4 dan chiz. Qaysi bahr chiqsa, o'sha bahr bo'ladi. Bir boshdan qilma, chunki bitta bahr, bitta g'azalda, bitta baytda bitta bahr ishlatiladi. Ikkita uchta bahr ishlatilmaydi. Xo'p, qaysi bahr chiqsa, o'sha bahrning aynan takrori ketaveradi. Rukunlarda shunaqa. Mana chizilishiga e'tibor ber, hammasiga bir xil chizib chiqdim, to'g'rimi? Demak, o'sha bahr aynan ishlatiladi. Hozir keyingi nimani isloq qilib berasizlar. Ey jalolu rahmatingdan gar zalilu gar muazzaz sahvai karnayn o'lib oding tarozdan mutarraz degan baytni menga to'liq nomini aytishga yordam berasizlar. Kim xohish aytishga yordam beradi? Kim xohish aytishga yordam beradi? Hazrat aytsam. Kim? Kim aytishga yordam beradi? Qani, tur qani. Aytishga yordam bersin. Yo'q, orqangdagi. Xo'p, demak, birinchi eng osondan boshlaymiz. Masalan, ramali musammani solim bo'lishi mumkin bu. Yoki hazachi musaddasi mahzuf bo'lishi mumkin. Qaysiligini bilmaymiz. Oldin o'rtadagi ana shu musammami, musaddasimi shunisidan topishdan boshla. Bo'g'il birinchi qatordagi bo'g'illar sonini sana. Har adashma. Ey jalolu rahmatingdan gar zalil u gar muazzaz. Nechta bo'g'in chiqdi? 16 ta. 16 ta chiqsa nima qilamiz dedik? Hozir bir daqiqa. 16 ta chiqdi. 16 ta chiqdi. Nima deb yozamiz o'rtagidek? Musamman. Xo'p, bitta kam chiqmadimi? To'liq chiqdi. 16 ta chiqdi. Ya'ni 15 ta chiqmadi yoki 11 ta chiqmadi, bitta kam chiqmadi. Xo'p, 16 ta ya'ni to'liq chiqsa nima deb yozamiz dedik? Nima deb yozamiz dedik? Solim. Xo'p, endi tushunaman, birinchi kun holi tilla aynalmaydi. Ham begonalik hissi bor holi, tushunaman. Lekin baribir aytishga harakat qil. Solim. Xo'p, musammani solim ekan. Hozircha biz shuni aniqladik. Endi bahrni aniqlaymiz. Ayt qani? Cho'ziq. Ja. Cho'ziq. Sah. Qo'ylarga qarab turma. Sah. Ha. Yi. Kar. Kav. Qaysi rukun ekan? Cho'ziq, qisqa cho'ziq. Ramal, ha? Ramali
musammani solim ekan. Ramali musammani solim ekan. Tushunarlimi? Tushundingmi? Xo'p, sheriging tursin. Tezroq tahlil qilib ketamiz shunaqa qilib. Xo'p, nimadan boshlaymiz ishni? Bu yo'g'on sanaymiz. Hay, ketdik. Gul kerak. Balandroq sana, baland sanayim o'tirmay. Balandroq sana, dashing chiqarasan. Gul kerak mastur menga majlisda sabho bo'lmasa 15 ta chiqdi. Xo'p, 15 ta chiqsa nima deb yozamizdik? Ha? Yaxshi eshitmayapman. Musammani. Musamman. Xo'p, endi 15 ta chiqqanligi uchun mana bu yoqqa solim deb yozib bilamizmi? Yo'q. Nima deb yozib bilamiz? Yoki mag'zuf deb yozamiz yoki maqsur deb yozamiz. Mag'zuf yoki maqsur deb yozishimizni qayerdan bilamiz? Mana qara. Mana men senga yordam beraman. Keyin uyga qaraysan, qo'y daftarga. Xo'p, oxirdagi bu yo'g'on qani? Oxirdagi bu yo'g'onni ayt menga. Yo'q, bu yo'g'on, so'z emas, bu yo'g'on. Sa. Xo'p, sa qator undash bilan tugayaptimi? Qator undash bilan tugamayapti. O'ta cho'zi hijommi bu? O'ta cho'zi hijomi? Ha? Sa, o'ta cho'zi hijomi? Yo'q. Mana shunday holatlarda nima deb yozamiz? Mag'zuf deb yozamiz, to'g'rimi? Qachon maqsur deb yozardik? Qator undoshli so'z kelsa, ya'ni o'ta cho'zi hijob bilan tugasa. Xo'p, endi boshni tahlil qilamiz. Gul rak mas ishonch hosil qilish uchun pastakni hisoblaymiz. Nay la yin sah cho'zdim. Xo'p, demak qaysi bahar ekan bu? Ramal. Ramali musammani mag'zuf ekan. Tushunarlimi? Xo'p, yaxshi sheringga tursin. Tushunarli bo'lyaptimi? Tushunamsizlar? Ha, keyingisi nimaga tarqatilgan kartochkamizga bor ekan. Bemalol kartochkaga ham qarashlaringiz mumkin, pastdagisi. Lekin sen bilan birgalikda biz nima qilamiz? Birinchisi, davlati vasl iltimosini hikoyatdir menga. O'lki yoding birla jon bersam kifoyatdir menga degan ekan. Xo'p, demak, birinchi bu yo'g'onlarni sana olamizmi? Sanaqani? Nechta ekan? 15 ta ekan, ha? 15 ta bizda nima bo'ladi? Musamman bo'ladi. Xo'p, solim deb yozib bilamizmi? Yo'q. Qaysi bo'ladi agar solim bo'lmasa? Bu qanaqa hijom? Qisqa hijom, ochiq hijom emas, qisqa hijom. Qisqa hijom bizda nima bo'ladi? Maqsuf. Endi bahram topamiz. Dav. Cho'ziqla. Qisqa ti. Ti nima uchun cho'ziq? So'zning oxirida kelgan affiks tarkibida davlat o'z so'zining asosi davlati qo'shimcha. Va urg'u bo'lyapti. Vasl. Imolar bor, keyin narsalar tushuntiraman. Ul. Cho'ziq ki. Yo. Ding. Demak, bu nima ekan? Ramal. Buni to'liq nomi nima ekan? Ramali musammani mag'zuf. To'g'ri. Tushunarli bo'ldimi? O'tir. Eng tez oson usulda topishning formulasi mana shunaqa o'quvchilar. Bu yo'g'onni sanaysizlar. Bu yo'g'onni sanagandan keyin esa musammam, musaddasmi shunisini aniqlab olasizlar. Keyin esa oxirdagisi agar 16 ta chiqsa solim to'g'ri yoziladi. Agar 16 ta emas 15 ta yoki 11 ta bo'g'in chiqib qolgan paytda mag'zuf yoki maqsudligiga qaraladi. Keyin esa bahrim topasizlar.
Endi sizlarga savol paydo bo'lishi mumkin. Ustoz, musammatning turlarini biladigan o'quvchilar bor-da. Masalan, hozir jonli efirda ko'rsatayotganlar ham savol paydo bo'lishi mumkin. Masalan, muhammas 5lik, murabba 4lik yoki esa musabba 7lik mashlar kelmaydimi deb. Yo'q, birinchi o'rinda toqsonlar kelmaydi. Chunki rukun toqda rukun bo'lmaydi, juft rukun bo'ladi. Keyin esa asosan faqatgina musamman bilan musaddas, ya'ni 6lik bilan 8lik keladi xolos. Xo'p. Milliy sertifikat savollariga yoki attestatsiya savollariga yoki DTM savollariga, ya'ni erta avgust oyidagi savollarga ham faqatgina mana shu 3 ta o'rgatgan ramal, razaj degan nimalarimiz, bahrlarimiz, rukunlarimiz tushadi. Shularga e'tiborli bo'linglar. Xo'p, dars qaysi o'rin sizlarga tushunarsiz bo'ldi?